Assalomu alaykum. Bugun 20 ta emas, 30 ta emas, bir 150 tacha mashina bo'lib ketdi. Aka kamerani oyoqlarga bitta ko'rsatib qo'ying. Bozorimizga sig'mayapti mashinalar, xudo xolasa kelaverasizlar. Bu yoqda serogarchilik bo'lib ketdi. Shuncha mashinadan 4 ta mashinani qo'yib bera olmaymanmi deb, oldindan 1 so'm pulsiz bitta pasportga do'stlar, kerak bo'lsa bitta Cobalt'ni tekinga olib ketasiz. Undan tashqari $100 onajonimizga sovg'a qilib, xayrli qilib Ramazon oyiga chiroyli qilib beryapti Nurullo akam. To'g'ri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, uzoq yaqindan mo'min musulmonlar. Hammanglarni Ramazon bayrami bilan tabriklayman. Mana bugun 22-fevral yakshanba kunida Aliyuz Muhammad Yusuf Mahmudjon ukam chiroyli qilib, juda ham zo'r qilib mashinalar narxi tushdi. Bizda bozordan ham tushib ketdik. Bunaqasi bo'lmagan. Xolasa sizlarga bomba qilib, juda ham arzon qilib hozir qo'yib beraman. 4 ta mashinaga 5 ta mashina bekarga beraman. Ertaga kelinglar, bekarga desa bekarga demanglar. Bankdan o'zi chiqaveradi, o'ziga o'zi chiqaveradi. Sizlarga 1 so'm pulsiz. Xudo xolasa bo'lmasa ikki manzillarda aytib o'tamiz. Andijonda Piyosbeya Toshkentdagi, Andijonda O'zbekiston ko'cha desa osonroq bo'ladi. Namangan, Farg'ona, Qo'qondan keladiganlarga Andijonda O'zbekiston ko'chasi 48 marshrut yuradi. Telefon nomerlarini aytib o'taman. 90 648 0001, 91 648 0002, 91 168 0002, 91 618 0002, 90 220 77 79, 99 273 0001 raqamlari saharlikgacha ishlaydi. To'g'rimi o'zlaring aytishding? Saharlikgacha ulashmayapti. To'g'ri tushunasizlar. Musofirda yurganlar qilaveringlar. Kechasi men bolalar mana Ramazon sharobatidan uxlashmayapti. Kechqurun 10, 11, 12 gacha savdo qilyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Hali saharlikdan keyin kela olmaydigan, kechqurun 12 gacha kelaveringlar. Libo svetimiz bor, hamma yo'q, sharoit, mashinani kraskasi qaytida bor, tochkasigacha aytib beramiz. Boshqa joyda chiqmaydi. Mashina ko'rsatib olasizlar, ustinglarga olib borib ko'rsatsanglar ham mashinan bo'lak joyda chiqsa $500 bonus beramiz. Bitta boshlar keldi, bitta video qilib qo'yadi. Ha, mana Hazayin ham keldi, Hazayin. Keling, hozir bari keling. Xudo xolasa, ukajon musofirda bari ko'p mashinalar musofirda yurganlarni sotyapmiz-da. Musofirda turib otasiga, onasiga badarka qilganlar umringlar uzoq bo'lsin. Yanada ishlaringlar zo'r bo'lib, bundan ham zo'r bo'lib bahor keldi. Yana pulni qilib inshaalloh faqat yaxshilikka ishlatinglar, topgan pulinglarni. Yashang. Xudo xolasa uka, bo'lmasa boshlayveramiz. Barter xizmatlarini ham aytib qo'ying. Aytib qo'ying. Devodni qanaqa turidan qat'iy nazar 90-yilgacha bo'lsa ham Devo bo'lsa olaveramiz. Jigulini 07, 05, 06 Jigulilar ham olamiz. Mol qo'y bo'lsa ham olaveramiz. Faqat baholatib qo'yinglar, kelib ko'rsatsanglar, syomkaga qarab, narxi to'g'ri kelsa olib qolaveramiz. Boshlayveramiz ukajon. Ketdik aka. Xudo xolasa akalar shoshilamiz. Ertaga dushanba kunlikka ertamanda kelsanglar, taklifni ham hamma yo'qib o'tib kech payt jo'nataveramiz. Boshlardik ukamiz. Ketdik akalar. Do'stlarim. 2024 Gentra Mokridi yangi svetdan juda ham go'zal holatda. Ketnosi ham yo'q, 50 ming yurgan. 3-paysi bezluk. Padagrip hamma yo'g'i bor, gazigacha bor. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, $12,000 ga qilib beramiz. Bu mashinamiz $800 bilan chiqarib beramiz. Jiyana do'stlar, ket. $800 bilan. Bunisi-chi aka? Ikkita qora yo'l deb qo'yardi bitta akam. Ha. Yaxshi istovgan. Bu mashinani ikki oy ham 23-yil ishlab chiqargan, bittasi 50 ming yurgan, bittasi 100 ming yurgan. Bunisini orqa grilosda kraskasi bor, boshqa deydi. Bu top toza. Chunki hamma yo'g'i bor. Bu mashinani ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $13,200 ga qilib beramiz. Bo'ladigani. Bunisini $12,800 ga qilib beramiz. Buni $1000 bilan, buni 2 oy ham $1000 dan chiqar ekan. Ikkalasi ham $1000 dan akalar. 2 oy ham $1000. $800. Hoppodan. Bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda. Buni ham $1000 ga chiqarib beraveramiz. 2022 avtomat korobka petnosi bor. 22 yili. $1000 ga akalar. 2023-24 10 ming yurgan bu mashinani to'g'risi sotdim. Olgan odamlar ham bittadan lak, bittadan patisga bosib qo'ydi. Cho'nlikda chiqdi. Mashina zo'r, lekin oluvchi cho'nlikda chiqib qolyapti. Shu sababli o'zimizga qaytib kelib, bu mashinani ertaga bo'ladigan bo'lsa $600 ga chiqarib beramiz. $600 ga akalar. Ketdi. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda mexanika, orqa nari tomoni sabajogida bitta petnosi bor xolos. Boshqa joyda kraskasi yo'q, 50 ming yurgan. Ertaga kunga $700 ga chiqarib beramiz. 23 mexanika. Narxi oylik to'lov 4,5-4,600,000 dan tushadi. Ketdi mana akalar. $700 bilan. 10x. 2024-yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda. Kraskasi orqa petno kraskali bor, 20% deyman. Unaqa chiqmaydi unchalik. Qolgan hamma yo'g'i butun 20 ming yurgan.
Bu mashinamiz ertaga kunga 800 dollar bilan chiqarib beramiz. Narxi 11,5 ming. 800 dollar akalar. 800 bilan. Naqdga bo'lsa 11,5 ming dollar. 1,5 ming. Bekarga berishni boshladi uka. Mexanika. Mana shu ukam aytdi, bekarga dedim, aka Mahmudjon Aliyuz, Muhammad Yusuf 4 ta mashina qilib bersam yetadimi bekarga? Yetadi. Bo'ldi, hisob bekarga mana shu mashina mana. Mana akalar bekarga. 7 ta ban kelsa 11 da beramiz, kraskasi yo'q. Haligi hali hunish, hali xo'rda deb o'ylamasin. Javob 50. Kraskasi toza bekarga Bekarga beramiz. Bir so'm pulsiz mana. Oylik to'lov 4,5 milliondan chiqadi, aytib qo'ydi. 4,5 milliondan akalar olib. Ikki bankam uchun qilib bersiz aka bekarga. Butun xalqqa. Buncha bu aka? Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan kapotini 3 man kiloda kraskasi bor. Ertaga kunga 9,5 ming dollarga qilib beramiz. Navoda bank qilib olaman desa 4 yilga 2300 bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 million 400 mingdan chiqadi. 4 million 400 ming. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan 300 kilometr yurgan shoss parabga salondan chiqqan uyga kelgan xolos, boshqa nimasi yo'q. Ertaga kunga buni 11,5 qo'yatdi, 11300 ga qo'yib beramiz. 1300 dollar bilan chiqaramiz. Oylik to'lov 4 million 600 mingdan chiqadi. 1300 dollar. Parabga minaman deganlar. Ketdi. Bu mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan, bitta kiloda kraskasi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. 50 ming yurgan 3-paytda tonirovkaga ham ruxsati bor. Ertaga kunga 400 dollarga chiqarib beramiz. 400 dollarga akalar. 400 dollar bilan avtomat akalar. Bos. Ha, Ilhommi? Ha, Ilhom keldi. Abi, doim Ilhom deydi. Ilhom akaga telefon qilsang, Ilhom hoji deydi, Doniyor hoji. Assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Hazil qilib qo'yamiz. 2019-yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda Mahmudjon bu mashinamiz 9800 dollarga qilib beramiz. Kraska yo'q, top-toza. Toza do'stlar. Bunisi 2016-yil ishlab chiqarilgan, kapoti bilan kriloda kraskasi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. Juda ham go'zal holatda buni barterga olib qoldik. 6000 dollarga qilib beramiz. Navoda bank qilib olaman. 2000, 1800 bilan oddiy bankdan 4200, 4300 bank bo'laveradi. Mana. Nexuslar juda ham go'zal holatda. Bu Nexusimiz 2019-yil ishlab chiqarilgan, 100 ming yurgan, orqa kriloda petnosi bor, juda ham go'zal holatda. Buni 8500 dollarga qilib beramiz. Navoda bank qilib olaman desa 2400 bilan oylik to'lov 3 million 200 ya 3 million 100 dan 4 yilga chiqadi. Ha, bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan, 60 ming yurgan. 2022 avtomat korobka. Bu bar, rollari ham Malibu, Honda shumka, avtomat korobka. Bu mashinani 1600 dollarga 10200 ga qilib beramiz. 1600 dollarga 10200 akalar tanlar. Bunisi 2020-yil ishlab chiqarilgan mexanika. Juda ham go'zal holatda, kraskasi yo'q, toza. Bu mashinani bo'ladigan narxi 7000 dollarga qilib beramiz. Navoda bank qilib olaman desa 1400 ga 1500 ga 4 yilga 3 milliondan chiqadi. Ketdi akalar. Xo'p, Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda. Bitta orqa kriloda petnosi bor, mexanika. 2021-yil Navoda bank qilib olaman desa 1200, 1300 bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 500 mingdan 4 yilga chiqadi. 3 million 500 mingdan 4 yilga. 8500 ga naqd akalar. Ukajonim, bu Nexia 2, Nexia 1 2004-yil ishlab chiqarilgan 1.5 kecha-kechqurun olib qoldim. Barterga bu mashinani o'zim 1600 dollarga olib qoldim. 1700 dollarga beraveramiz. Mana 100 so'm pul. 1600 olib 1700 ga beramiz. Bilan kriloda xolos, boshqa joyda yo'q. Kapot kriloda kraskasi bor akalar. Sparkimiz sotilgan. Navoda akalar, o Jigulini ko'rsatib qo'ylar, Jiguli. Hali 80-yil pastaylar spisa top ketar ekan. Bu 85 ming yili. 85 400 dollarga olib bo'lganmiz. Metan gazlari ham bor. 400 dollar berib, dehqonchilikka ham minsa bo'lardi. Yarimtaga yuradi. 400 dollarga. Ana akalar kerakmi? 400 dollar ha? Endi ukajon o'zi aytyapsiz, meni podpiskalarni bittadan, mana podpiskalar bittadan podpiska bosamdiki, mana qilib beryapman, arzon qilib. Bekarga desangiz, bekarga qilib beryapman. Nima desangiz, yo'l yana kelsa, yana sharoitlarni aytishyapti. Hali yashirish kerak yo'q. Sharoiti yo'qlarga qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilamiz. Faqat yaxshilik qiladi. Hali maqolingiz bor-ku, kam-kam xo'ram, hamisha o'randi. 2017-yil ishlab chiqarilgan, 160 ming yurgan, kraskasi yo'q. Juda ham go'zal holat, ertaga kunga 15500 ga onajoningizga liboy mashinadan bonus bor. 15500 dollar akalar 2017-yil. Bunisi 12. 12-yil ishlab chiqarilgan, kapot kraska xolos, boshqa joyda kraskasi yo'q. Bu mashinamiz ertaga kunga 7500 dollarga 6 sotisimi generallik ichida. 7500 dollar akalar.
Hop aka bunisi. Bittadan bak, bittadan partiyaga bosinglar, bekarga Cobalt'dan beraman hozir. Yana. Maza qilib oilaviy ko'ringlar, bu yerda oldi qochdi emas, hammasi haqiqatmi ko'lar, yo noto'g'rimi? To'g'ri. 2013-yil ishlab chiqarilgan Toshkent motor juda ham go'zal holatda, ertaga $4200 generalistdan bank transporti ham ichida. Mana aka. 200 ga do'stlar, bos. Lasetti so'raganlarga Mahmudjon ko'p odam kommentariyada yozgan ekan, Lasetti 2012-yil ishlab chiqargan, hali 1.6 motor, avtomat korobka juda ham go'zal holatda. Bu mashinani $6000 ga qo'ydik. Ertaga $6000 yo 5800 ga general ichida qilib beramiz. 5800 ga generalisi ichida akalar. Xo'sh, shashilayotganimizga hali xafa bo'lmanglar, mashina juda ham ko'p. Hali mashina ko'p odamlarga yetmay qolyapti. Hali bir xil odamlar kelib, men ko'rgan mashina ketib qoldi. Ertaman kelinglar, 150 tacha mas'ul, 100 tadan oshiq mashina bor. Tanlab maza qilib olasizlar. 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt'imiz ertaga kunga $6000 ga qilib beramiz. $6000 ga akalar. 13-yil avtomat korobka. 14 juda ham go'zal hol. Motor korobkasiga 1 yil garantiya, 1 oy garantiyasi bor, o'zi 1 yilga ham javob qilingan. Javob. Ukajonim. Bunisi 2012-yil ishlab chiqarilgan birinchi Cobalt'lar chiqqanidan 3-chi paytda. Juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga Mahmudjon 5500 ga beraman. $5500 ga 1.5 2000 atrofida puli bo'lsa bo'ldi, qolgani bankdan chiqadi uka. Tamam. Akalar $5500. Mana do'stlar. 2020-yil ishlab chiqarilgan kapot kraska xolos, avtomat korobka juda ham go'zal holatda 100 ming yurgan. Bu Cobalt'imiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $8600 ga beramiz. Nobodo bank qilib olamasa 1300 bilan oylik to'lov 3.850.000 dan chiqadi. Ketdimi? 4 yilga. 4 yilga akalar. Aka yana bitta narsa ko'p so'rashyapti. Naqd oladigan bo'lsam, bir oyga molim qo'yimni sotib olguncha imkoni bormi shu turishga? Bir oyga nasiya hisoblamaydi. Tamam do'stlar, o'zini pulini. Bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda. Orqa kriloda kraskasi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. Ertaga kunga $800 bilan chiqarib beramiz. Narxi $10300. $800 ga akalar. Oylik to'lovini ham aytib o'taman. 4.300.000 dan chiqadi. Mana bobosan. $800 bilan kelayman. Cobalt. Aha. 2020 Bunisi 2024-yil ishlab chiqarilgan, yurgan Preveye qiramiy, orqa kriloda kraskasi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. Juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan $900 bilan oylik to'lov 4.650.000 dan chiqadi. $900 ga Cobalt nima deyapti? Onajonisizmi, dadajonisizga 100 so'm bonusdan qilib beraveraman. 800 dan ham chiqadi. Katta mana do'stlar. 800 Tayyor Cobalt yana. Bunisi 2025-yil ishlab chiqarilgan. 2025 to'rtta yangi yumshoq balonlari bor. Kraskasi yo'q, petnosi ham yo'q, 23000 kilometr yurgan. 23000 kilometr yurgan. Archa balonlari ham bor. Juda ham go'zal holatda. Bu mashinani ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, ukajonim, $12700 ga beramiz. Nobodo bank qilib olamasa 2000 va 1900 dan chiqadi. Oylik to'lov 4.900.000 dan chiqadi. 12700 ga akalar. Kelib qolinglar, olib qo'yinglar. Transportdan o'tib ketyapti bu yoq akalarim. Bu mashinani egasini ham aytaveraman, o'zim yaqin ukam, o'zimizni dollar puli ukamizni mashinasi. Obzorda ham aytib o'tib ketaveramiz. Barakali mashina Juda ekan-da ham aka. go'zal holatda bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $12500 ga qilib beramiz. Nobodo bank qilib olamasa 1900 2000 bilan Anor bankdan 4.900.000 dan chiqadi. Do'stlar, olib ketdilar mana. Dollar tagida 12,5 mingga. Barakali. Juda ham go'zal. Buchi aka? Bunisi 2020 Abdusoska. 24 bu 24. 24. He Uludayman mashinamiz 23 mi 24 mi? Ashini aytib qo'yingman do'stlar. 2024-yil ishlab chiqarilgan oshnam mashinasi juda ham go'zal holatda o'zi mingan. 3 ta petnosi bor ekan. Petnolarni ham aytib o'tdi. Piyalada petnosi bor ekan. Haligi Toshkentdagi krastekkizni petno qilib septirib qo'ygan. 24 18000 yurgan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu mashinani bo'ladigan narx 11900 ga qilib beramiz. $1700-1600 bilan chiqaveradi. Katta. Bosinglar, jigarlar. 2024-yil ishlab chiqarilgan 4000 yurgan, bittasini qo'ydi $700-800 ga qo'ydi. To'g'rimi-ki? Uni aybi kraskasi bor, xolos, butun ham yo'q. 20000 yurgan. Bu 4000 yurgan. Ertaga kunga buni $13200 ga qilib beramiz. Nobodo bank qilib olaman. 2000 va 1800 bilan bankdan chiqaveradi. Naqd pul yozsa ham, bank yozsa ham 13000. $13200 akalar. Bosinglar. Trekkerlar nima bo'lyapti? 2024-yil ishlab chiqarilgan 2024-yil. Ertasida eng zo'rida hali kilosida. Propan gazlari bor, juda ham go'zal, 16000 yurgan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 15500 ga qilib beramiz. $15500. Bank qilib olaman. 2200 bilan Anor bankdan 2200 bilan chiqarar ekan akalar.
Oliy to'lovlarga ham qiziqib bo'lsak, kapitaldan olsa 5 milliondan, anordan olsa 5 million 800 ming, 5 million 700 mingdan chiqadi. Bosinglar. Bucha aka. Bittadan patisga bosib qo'ysin, mayli siz gapingizga qo'yib berayim shuni 1,5 mingga. Qo'yib bera olasizmi aka? 2022 ga 23, kuzupi 23, pasport 22, yurgan probegi ko'rib qo'yasiz. Redline qilingan ekan. 70 ming yurgan redline. 70 ming yuribdi akalar. Lekin hamma yo'g'ini qilib qo'yibdi. Mana oyoq qo'yib chiqadigan yillari ham hamma yo'g'i bor. 22 ga 23, 70 ming yurgan. Bu mashina kraskasi yo'q, propan gazi ham bor. Bu mashinani ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, Mahmudjon, nech pul qilib bering? Kopeyka qilib bering aka. 1400 ga qilib bersam bo'ladimi-ku? Bo'ladi aka. 1000 ga qilib bera olasizmi? Yo, 1000 ga jak. Finalga qilib bersam xursand bo'lasizmi? Xursand bo'laman aka. $10,000 qilib berdim, 14300 dollarga. Ketdi mana. 1000 dollarga akalar trektor 14300. $1000 bilan kelsa, hech nimaga rasxod qilmaydi. 6 milliondan oylik to'lov chiqadi. Endi bank ham sharoiti bo'lsa olsin, 6 million ham ozgina pul emas, to'g'rimi? Sharoit to'lashga qodir bo'lsanglar, mana shunga ahlilar esa $1000 bilan kelinglar, nominglarga 6 milliondan 5 yilga kredit qilib beramiz. Do'stlar, kopeyka narxi o'tib ketdi. 6 milliondan o'zingiz hisoblab berdingiz ukajon. Mana efirda aytyapman, mana shu bola 6 milliondan hisoblab berdi. Naboda 6 million pul bo'lsa to'laydiganidan. Yani. Buchi aka. Bunisi 2020 yil ishlab chiqargan 80. 2020 yil akalar. Juda ham go'zal holatda. Bu mashinani 12 ming dollarga qilib beramiz. Naboda Anor bankini qilib olaman desa, 2500-2600 dan oylik to'lov 4 million 300, 4 million 400 dan 4 yilga chiqadi. Tamam. Buchi bu. Geçen bu 30 ming yurgan 2023 yil ishlab chiqargan Premier Pilus'da juda ham go'zal holatda bu mashinani ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 17 mingga qo'yayotgandik, 17 ming yo'q, 16700 dollarga qilib beramiz. Naboda bankli kapitaldan olsa 3 ming bilan chiqadi, Anordan 2,5 ming bilan chiqadi. Oylik to'lov kapitaldagi 5 million 400, 5 million 300, Anordagi 6 milliondan oshiqroqdan chiqadi. Endi uni kelib mayda hisoblasanglar chiqaveradi. Naqd pulga ham bankka ham 16700. Mana do'stlar. Bunisi 11 ming kilometr yurgan, 2024-yil ishlab chiqargan Elkizi juda ham go'zal holatda, 11 ming yurgan holat. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan 15500 ga qilib beramiz. Naboda bank qilib olamas, 2000, 2200 ma'nordan chiqaveradi. 15500 dollar akalar. Endi hali mashinani yana ham zo'r redline olaman deganlarga 40 ming yurgan, 2024-yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda. Mana shu joyda jicha petnosi bor. Zavodskoy deb biz toza deb oldik, petnosi bor ekan. Endi bu zavodskoymi, lekin baribir petno bor. Bu mashinamiz ertaga kunga 17500 ga qilib beramiz. Bank qilib oladiganlar 2800-3000 bilan Anordan chiqadi. 4000 bilan, yo'q, 4000 emas, 3700-3800 bilan kapitaldan chiqadi. Oylik to'lov kapitaldagi 5 million 400 dan chiqadi, Anordagi 6 million 200, 6 million 300 dan chiqadi. 17,5 ming akalar. Lekin bir qator baribir kelib, ancha-muncha xato kamchiliklarni to'g'ri tushunasizlar. 50 so'm, 100 so'm yabi-yag'i bo'lib qolishi mumkin. To'g'rilab ketaveramiz. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan. Yurgan probegi 30 ming. 36 ming yurgan ekan. Premier Plus juda ham go'zal holatda. Shumka, bunga hamma yo'g'i bor. Ertaga kunga 16500 ga qilib beramiz. 16500 ga. Bozordan ham arzon aka, maqsad sotish shu. Sotish kerak. Bo'shatish aka joyda. Do'stlar, bosaverasizlar. Mana tomonda mashinalarni oxir olamiz, sig'mayapti. O'rtani bosamiz. Equinox so'raganlarga akalar. Equinox so'raganlar 2020-yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda. Bu mashinamizni ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 17500 dollarga qo'yib beramiz. Kraskasini aytib o'tsak, 20% kraskasi bor. U ham petno, orqa kapoti dali. Udari yo'q. Tekshirib olaveradi. 50 ustasini ko'rsatib oladi. 20% kraskasi bor. Salonlarni ko'rsatib o'ting-ku. Trektorni ma'lum 30 ming dollarlik 12 Equinox do'stlar, bosaverasizlar jigarlar. Eshityapsizmi? Mahmudjon, ertamanda kelishsin, yana ham sharoit qilib beraman. Voy, malades. Saharlikdan keyin ulash yo'q, ertaman o'zim kelib, ertamanda sot. Kecha 17 ta moshina sotganman, maqtanish emas. Mana. Oho! Lekin sharoitiga qara. Aka, og'izni yopib to'g'ri mana shu yerga kelganda 2023-yil ishlab chiqarilgan Monza 1.5 motor juda ham go'zal holatda. Mana shu joyda petnosi bor. Ha. Propan gazi ham bor, eng qizig'i. Ertaga kunga 14500 dollar edi. 14,5 ming dollar akalar. 500 dollar. Moshina olganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Narxi qanaqa xizmatlar? Shogirdlar cho'tki maka xizmatlar. Cho'tki hamma yo'q, hamma yo'q. Ayb nima o'zida ayb bo'lmasa bizda ayb chiqmaydi inshaalloh. Bo'ldi, tamam. O, do'stlar, Monza.
bitta 2023 yil ishlab 2023 yil 20 ming kilometr yurgan akalar. Bu mashinani Kapotni o'chirib bertnos bor. Mabodo bankir bo'laman. 3200 3300 dan kapitaldan chiqadi. Oylik to'la 4 million 800 4 million 900 ga bormaydi. Ana do'stlar. Bunisi 2023 yil 15.200 ishlab chiqarilgan 12 qorasidan so'raganlarga Premier Plus juda ham go'zal holatda 60 ming yurgan. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 13800 dollarga qilib beramiz. Onajonisiga 100 dollar bonus qilib beramiz. Qanaqa mashina olishdan qat'iy nazar 13800 dollar akalar. Anorbank qilaman desa 2300 2400 bilan chiqadi. Kapital qilsa 3000 ga bormay chiqadi. Oylik to'lov kapitali 4 million 600 ming dan chiqadi. Ramperlari ham bor akalar. Kelib Jigulini o'rnib ko'ramiz. Nechi bu? 2022 yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda. Kraskasi bitta krilosida bor, qasr bitta krilosida, boshqa joyda yo'q. Avtomatkaroq 3-parti 500 dollar bilan chiqarib beraman mana shu boshdan. Narxi 12 ming emas, 11800 ga qo'ydim. 11800 akalar 500 dollarga. Bunisi 2023 yil ishlab chiqarilgan mexanika. 2023 mexanika. Bekarga kelsin, tarix toza bo'lsa, ertaga 11 da beramiz. Ketdi mana do'stlar. Bekarga akalar. 2023 Ana. juda ham go'zal kraska. Bekarga akalar, bekarga. To'rtta yangi yumshoq balonlari bor ekan. Yana nomerlarni ham aytib o'tinglar, yana haligi o'zlarinikiga, bo'larga berib yubormas, unaqa gap so'z yo'q. Kelib tanlab olishadi. Shuni ham mashina qog'oz yozamiz, o'zlari o'ynab oladi. To'rtta mashina bekarga qo'ydi. Ketdi mana akalar. Bu Sparkimiz 2017 yil Spark so'raganlarga. 10-15% kraskasi bor. Salonlari 10-15% kraskasi bor ekan akalar. bu mashinani etmay kunga bo'ladigan balonlari o'rta ekan. 2017 Tashkent motor juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga 5400 dollarga qilib beramiz. 5400 dollarga akalar. 5400 dollarga generalisi ham bank transporti ham mendan 1,5 ming man kelsin bo'ldi. Nomiga chiqaveradi. Bunisi 2023 yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda 3 ta detalli kraskasi bor. 23 yil Gentra ertaga kunga Capital Bankdan 1000 dollar bilan chiqarib beramiz. Narxi 11,5 ming 4 million 400 mingdan chiqadi. 4 million 400 mingdan akalar, narxi 11,5 ming 1000 dollarga chiqadi. Oqi nima deyapti endi aka salafonlar? Bunisi 2022 yil ishlab chiqarilgan 65 ming yurgan juda ham go'zal holat. Kraska umuman yo'q, top-toza. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu mashinani 1000 dollar bilan chiqarib beraman, 12800 ga beraman. Ve onasiga 100 so'm o'tib beraman, 12700. Ketdi mana do'stlar. 1000 dollarga akalar. Bugun yomon bo'lyapti aka, o'ramay. Like klasslarda emaslar bo'lmaydi. Cobalt nima deyapti aka? Hop 177. Estona. 24. Pulini aytasizmi, buni qaydan keldi, nima oldi? Anaqa olib kel Habibullo aka. Gentra Extreme paka aka. Qaysi Habibullo ekan? Biyadi. Habibullo olib keldimi? Aytmaysiz, Habibullo nomer yo'q, ikkitali bozorda. Bu juda ham go'zal holatda 2020 yil ishlab chiqarilgan. Yurgan probegini ko'rib qo'ying-ki, bir tomchi ham kraskasi yo'q. Amerikanga hamma yo'qi bor. 103 ming kilometr yuribdi. Juda ham go'zal holatda bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, Habibullo qani meni bitta yilini so'raydi. Mana shu mashinani necha yili? Ikkitalar zadniy bitta kameralar bor ekan. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, Mahmudjon 10500 ga qo'ydik, ertaga unaqa emas, 10500 ga qilib beramiz. 20 ming yurgan mashinani ko'tiga tepadi desa ham bo'ladi. Ana akalar. Bosingizlar, ey. 10300 dollarga akalar. Ha aka. 20 ekan. Ha? 20. Ya. Uni aytmayapman, buni aytyapman. 24 bu, 24. 2024 mi? Ha. Bo'ldi, 2024 yil 70 ming yurgan kraskasi yo'q, top-toza ekan. Akalar, opalar, sizning hammanglar xafa bo'lmaysizlar. Mashina ko'pligidan bitta ham taga adashamiz. 2024 78 ming yuribdi. Kraskasi yo'q, propan gazlarimi juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga mana shu aybimga 11600 ga qilib beraman. Ana akalar 11000 ga 1050 man chiqadi, 1000 dollar man qiladi. 11600 dollarga akalar, 1000 dollarga. Naqam bank ham qizig'i yo'q, jonika bir xil bizda. Hali bankka sotyapman deb 1-200 qimmat sotish niyati yo'q ekan. Naqa sotyapman 1-200 arzon sotish niyati yo'q. Bir xildan narx. Lekin o'zim yurakdan o'tib beraman.
Tamam. 2016 yil ishlab chiqarilgan klaskasi 30-40%. 2016 yil akalar qaymasi o'tdi. Go'zal holatda barterga olib qoldik. 2016 ertaga kunga 5500 ga qo'ydik. Voy, 5,5 mingga akalar Cobalt nima deyapti? Shoshilib qo'yinglar. 5,5 mingga bormi deyin uka 2016 yil. to'larigacha bor akalar. 5500 ga navoda bank qilib olamasa 1,5 ming 1700 dan kelsa qolgani bankdan chiqib oladi. Voy, malades. Ukajoni, shu sparatga desa ham bo'ladi. 67 ming yurgan 2014-yilda Gentra avtomat korobka bitta olingda mashinani. 2014 yil akalar. Saqlanganmi deysiz? Probegi garantiya. Javob. Bu ishlarini qarang. Malibu bar, rul, chexol, polik. Xullas. Propan gazlarigacha bor akalar. Mahmudjon o'zingiz mashinangizni obzor qilmay ko'rib xursand bo'ldim. Juda ham mehri tushgan mashina ekan. Xuddi shunaqa mehri tushgan ekan egasi. Mana shu mashinani beryapti, biroz xayrlash kerak. Bu mashinani juda ham go'zal holatda kecha Cobalt berib barterga olib To'rtta yangi yumshoqlarlari bor. 7500 dollarga bank transporti ham, generallisi ham hamma yo'g'i mendan. Onasiga 100 so'm ham beraman. Navoda 6 soat qo'lamasa 6 soatini ham to'lab beraman. 7500 dollar Tomonini 2 akalar. millionini. Tamam. Akalar, 7500 ga. 7500. sindirish ko'p ketdimmi? Damas'ni o'g'il bolasi 2021-yil ishlab chiqarilgan. Damas'ga 1000 dollar rasxod qo'ygan. 2021. Hamma yo'g'i shumka, pomni, biska, pomni, ichlari monitor 2 millionlik monitorlarigacha bor. Ertaga kunga 5700 ga qilib beramiz. 1100 bilan oylik to'lov 2 million 300 danmi? 2 million 300 dan. 2 million 300 dan oylik to'lov chiqadi mana. 1100 bilan chiqadi. Ko'ringlar. Mana salom. Aynalari ham tushib chiqar ekan. To'ppa to'g'ri aka. Qilib oilaviy ko'ringlar. Ha do'stlar. Qaruvlargacha diska bo'ling. Diska do'stlar, badaban. Alius bunisi 2025-yil ishlab chiqarilgan 11000 kilometr yurgan. 2025 yil akalar. Sirdaryodan otakamiz kuzatib bizdan yangi Cobalt sotib ketdi. Bu mashinani o'zimiz 7000 dollarga oldik, 100 dollarga generallik qilib oldik. Egasi kelsa sraz dokument bitadi, 71 da turibdi. Ertaga kunga bo'ladi 7300 dollarga qilib beramiz. Kim mashina burish kelarmi? Liboy kelsa 7300 ga. 7300 dollar akalar. Kraskasi yo'q, toza moskarobka balonlarigacha hamma yo'qi bor, gazigacha qo'yib qo'ydik. Ko'chadagi yoshlar ko'raylik endi. Ko'chani bittadan lak, bittadan patga bossin, bekarga Cobalt qo'yib beraman, gap yo'q. Bosinglar. Mana do'stlar. Mana ko'chaga chiqamiz yana. Do'stlar, bozor katta kelaverasizlar, hammaga yetar, faqat tezroq kelinglar, faqat og'ir talash ketishinglar mumkin deganlar. Ama bu adresini Mana bola bor-ku, bank xodimi Doniyorga juda ham hali faol, juda ham tez ishlaydi. Iloyim bundan ham zo'r ishlasin. Ha do'stlar. 2025 ga 26 yurgan 2025 26 midnight so'raganlar. 30 ming kilometr yurgan akalar. 4 yangi yumshoq balonlargacha bor. Bitta ko'rsating ichlarini ham. Bu mashina o'ta beg'ubor, pomni shumka, juda ham go'zal holatda. yangi mashina. Bozorda buni 13 ming dollarga deb 13 ming, 13,5 ming deyapti, lekin hali savdosini ko'rmadim. Bizda unaqa narxi yo'q, 12,800 dollarga qilib beramiz. Navoda bank qilib olamasa, Anor bankdan 2100 bilan chiqadi, kapitaldan 3100 ga chiqadi. Kapitallik 4 million 100 mingdan, Anorlik 4 million 900 mingdan chiqadi. Hamma yo'qda aytib o'tyapman mana. O'zingizlar ko'rib, yaxshilab videoni ko'rib, yoqqan mashinalarga bitta telefon qilsanglar, zakalatmi, bo'lmasa ertamanda kelsanglar turgan bo'ladi. Bitta mashina patchilarga, kuzatuvchilarga bitta mashina ilinaman. O'zingiz ham ko'ring, 23-24 50 ming 23-24 akalar. Nomerlarini qaranglar. 4 ta yangi yumshoq balonlari bor. 40 ming kilometr yurgan. Mashinani haligi zo'rini minaman deganga kraskasi tugur, liktopkasi ham yo'q. Kraskalari top-toza akalar. Salonlarni ham ko'ring, ichlarini ham. Propan gazlari ham juda ham go'zal yuborgan. Mana shu mashinalar 1 oy oldin ham 17 ming, 16 ming dollar edi. Hozir unaqa emas uka. Necha qilib berasiz? Siz avval bir tonni video qiling bu mashinani. Bu qarang orqalarini ham ukajon. Mana uni olib qo'ysangiz mana tagi yangi ekan o'g'lim. Qani tagi? Mana. Ko'rdingizmi ukajon? Propan mana. Tayyor propan gaz pakalini sho's paratga 42 ming yurgan 23-yil ishlab chiqarilgan Gentramiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 14 ming emas. 13,5 mingga onajonisiga 100 dollar, dadajonisiga ham 100 dollar, 200 bonus qilib beraman. 13,5 mingga. Lekin 50 ta ustasidan kelsa Mahmudjon mashinani ko'rib olaveradi. Gapimga javob, petnosi ham yo'q. 13,5 ming dollar akalar. Necha pul edi bu matsimiz o'g'lim? 2400. Yili
Yilini 2000 Hayırlı bu neç pulga banding yapamiz? Neç pulga beramiz? yili nechi? 9 $1,5 aka. ming beramiz. Deyman o'g'il bolamas mana. Jiyani. Hech kiming bilishmaysanmi narxini? 1,5 mingga beraman 1,5 mingga kelsin. Nomerini eslab qolyapti ama Akboy aka. 1,5 mingga. 2004 Yili nechi bo'lsa? Qizig'i yo'q, 1,5 mingdan kelsam 500 ming kelsa ham qo'yganim man. Yigit so'zdan arsloningizdan ketdi mana aka. $1,5 ming. Bunisi 2000 endi shuncha yerda ishlayapti, farosati ham bo'lish kerak edi. 2008-yil ishlab chiqargan Captiva 4 qilingan, juda ham go'zal holatda. Mashinaga $4,000 sarflangan. Bitta atrofini ko'rsating, Diskasi ham o'zi yondirib yuboribdi aka. Uka haligi 15 ming, $14,000 Captivalarni yurishi ham, turishi ham, holati ham go'zal. Mashinani ko'ring, beg'ubor. Metan gazlarigacha bor akalar. Azmi 8 mi buni yili? Top. Ha, shuni aytmaysizmi? Bu joy 2010 ekan. Pulichi aka buni? Pulini so'raverasiz, 12 ming kami bor uka. Bu mashinamiz hazil huzuri juda ham go'zal holatda. O'zini kuyov bolam tayyorladi. Bu mashinani olib berdim. Juda ham go'zal qilib, bitta ham kamko'si yo'q qilib, juda ham go'zal qilib tayyorladi. Ertaga kunga $8,500 beradi. Ketdi do'stlar. Mabodo 8,500 ga. 2 ming kelsa qo'ygani bankam shu. $8,500 akalar. Xo'p do'stlar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda, kraskasi yo'q, avtomat korobka. Mashina sig'magani uchun haligi mashinalar mashinada turadi. Hali o'z ertaman kelishsa, ko'rgan mashinalar juda ham go'zal holatda. Ertaga bu mashinani $9,500 ga beradi. $9,500 ga akalar. 4 ta yangi yumshoq balolar. Juda ham go'zal holatda. Kraskalari toza. 3-paysa avtomat korobka akalar. Avtomat fulgan do'stlar. Bu Malibu'miz 2019-yil ishlab chiqarilgan. 2019-yil ikkita krillali kraskasi bor. Juda ham go'zal holatda. Bu mashinani ertaga $15,500 ga beramiz. $15,500 ga akalar. $3,000 bilan chiqadi. Anor qo'lamasi 2,700 bilan chiqadi. Anordan oylik to'liq 6,406,500 dan, kapitaldan 5 milliondan chiqadi. Ana akalar. Nimadan? Hamkor bankdan 5 milliondan. Narxi qancha desiz buni? 15,500 ga onajonisiga ham dadasiga ham yukdan o'tib beradi. Akalar, gap yo'q. Olib ketinglar mana jigarlar. 2019-yil ishlab chiqarilgan. Ishlarini 2019-yil akalar. Bu mashinamiz yurgan prebegi Askasizmi? yurgan holat. Kraskasi kapot uchi bilan 3 litrda bor. Boshqa joyda yo'q. Kapot 3 bilan 3 litrda bor ekan akalar kraskasi. Bo'lsa, hali naqd pulga ham, bankga ham qizig'i yo'q bu. Hali pulim bor edi, yangirog'i yetmayapti deganlarga $8,500 edi. $8,500 yangi, juda ham go'zal holatda. Mana. $8,500. Eshitdinglar, Mahmudjon Aliyuz bozorda to'g'risi bunaqa sharoit qilmaydi. Kelasizlar, shashilmaysizlar, yoqtirib shashilmay olasizlar. Birov quvmaydi. Ertamandan 24 soat desam yolg'onchi olaman, 15 soat mashinamiz. Liboy mashinani maza qilib shashilmay olaverasizlar. Ko'rsating mana shu mashinani 2021 ga 22 juda ham 2021 ga 22. 10% ham chiqmaydi. 10% chiqib chiqmaydi kraskalar akalar. Avtomat korobka 100 ming yurgan akalar. 21-yilda ishlab chiqarilgan. Aha. 2021-yil. Voy aka. Aliyuz Muhammad Yusuf mashkoboltimiz ertaga padarka qilamiz. Shunday kelsa, 1 so'm pulsiz pasport toza bo'lsa bo'ldi. Narx $9,500 ga 1 so'm pulsiz chiqadi. Oylik to'lov 4,100,000 ga 4 milliondan chiqadi. Mana lekin haligi kelib olib 11 da nasib qilgan odam olib ketaveradi. Tamam. 1 so'm pulsiz. 1 so'msiz akalar. 21 ga 2000. Kelaverasiz joylarimiz bilan akalar. Yana Bobaki, Gumillatlar. manzillarmi yo'q? Yo'q, manzillarda aytib o'tamiz. Andijonda Piyosbek, Toshkent bitagi Muhammad Yusuf mana shu 191 168 0002 da mana shu o'zimni jiyanim ham o'g'limni o'zim katta qilganman. Shu bola Liboylar Telegramdan yozinglar, Lakastaga ham hamma yo'q usta tashlab beradi, to'g'rimi? To'g'ri. Uxlamayapsan saharlikgacha, o'zi telefonlarga xudosi saharlikgacha javob berishadi. Hech kim uxlamayapti. Lekin ertaman 9 dan ish vaqti. Ertamanda kelaverasizlar. Xudo hozir chiroyli qilib hamma yo'l sharoit zo'r qilibsizlar, chiroyli qilib, xursand qilib ro'zani kunida jo'natamiz. Manzillar Andijonda, Piyosbek, Toshkent bitagi. Barter xizmatlarimiz Devoni qanaqadir qat'iy nazar 90-yilgacha bo'lsa ham Devo olaveramiz. Jiguli 0705 qanaqadir Jigulilar bo'lsa ham olamiz. Mol, qo'y, barterimiz bor. Mabodo uyda
hani semirtirib bahayotgan novvosiylar bo'lsa 110 ming so'mdan so'yib olaveramiz. Ana. Tarozining ustida shuni kelishib qo'yilaveradi. Hoy o'z so'yib kelib bering, hoy qizig'i yo'q. Xudo xolasa ertaga kunga mana 23-fevral dushanba kuni erta kunda kelsanglar, kechgacha dakmitinglarni ham qo'limizdan kelgancha o'tkazib yuborishga harakat qilamiz. Bo'lmasa ertasi kunga bitadi. To'g'ri Mahmudjon, ro'zani kuni hali 12 soat ishlash olmaydi, 5-6 soat qattiq ishlashadi. Lekin bir kunda harakat qilamiz. Xudo xolasa nomerlarni aytib o'tamiz. 90li 648 0001, 91li 648 0002, 91li 618 0002, 91li 168 0002, 90li 220 77 79, 99li 273 0001 raqamlarda Telegram, WhatsApp hamma sharoit bor. To'g'rimi o'g'lim? Hamma javob beradi. Hamma ro'zida, hamma kelayotgan klientlar va umid bilan kelyapti. Javob berishadi, xudo xolasa qo'lidan kelishi. Ukalar, rahmat sizlarga ham ertaga hammalarni klientlarni kutib qolamiz. Rahmat.